bu mashinani xarid qilmoqchi bo'lgan paytingizda bitta savolni berishingiz kerak bo'ladi. Videoni o'rtalariga kelib men sizni bitta inson bilan tanishtiraman. Men 5 yildan beri mashina bozorida mashina ko'rish bo'lib ishlayman. Rasmiy dillardachi, ular insonlarning hissiyotlari bilan o'ynash orqali daromad qilishadi. Siz aldanib qolishingiz tabiiy holat. Eng qimmatga tushadigan joyi ham aynan mana shu oluvchi va sotuvchi o'rtasida turadigan yana bitta odam bor. Dillerlardan ancha arzonroqqa mashina xarid qilsa bo'ladi. Nega arzon? Chunki u yerda tanlov ko'p, ba'zida muammo mashinaning o'zida emas, uning umumiy davernisingiz bo'lsa ham ishlamaydi. Agar bozorda sizga shu va'dani berishyaptimi, demak ular sizdan shunchaki pul ishlashmoqchi. Lekin mashinaning texnik holatini tekshirish ham yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun sizga beradigan eng to'g'ri maslahatimiz, mashina xarid qilmoqchi bo'lganingizda oldingizda ikkita yo'l turadi. Birinchisi bu rasmiy dillerlardan xarid qilish bo'lsa, ikkinchisi qora bozor. Internetga kirsangiz ham, yaqinlaringizdan maslahat so'rasangiz ham, ular sizga mana shu ikkita javobni berishadi. Birinchi toifa rasmiy dillerdan ol, boshingga og'ritib nima qilasan deydigan bo'lsa, ikkinchi toifa bozordan ol, ancha arzonga tushadi deyshadi. Lekin eng qiziq tomoni shundaki, bu ikkita maslahat ham ba'zi paytlar juda to'g'ri, ba'zi paytlar mutlaqo noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun men sizga bu ikkita usuldan qaysi biri eng to'g'ri ekanligini aytmayman. Shunchaki ikkalasini ham bir xil mezonda solishtirib beraman. Qachon dillerdan olsangiz yutasiz, qachon bozor ustun keladi va qaysi holatlarda xaridorlar eng ko'p aldanib qolishadi. Hammasini videoni oxirigacha ko'rsangiz bila olasiz. Videoni o'rtalariga kelib men sizni bitta inson bilan tanishtiraman. U kishi ko'p yillar davomida bozorda vositachilik bilan shug'ullangan va u bizga qanday qilib mashina sotishni emas, balki insonlar qay yo'l bilan mashina sotib olishini tushuntirib beradi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi bo'lim. Narx. Nima uchun arzon? Keling, avvalo bozorning eng katta ustunligi haqida gaplashamiz. Ya'ni narx. Aynan shuning uchun ham ko'pchilik mashina xarid qilmoqchi bo'lgan paytida aynan bozorni tanlaydi. Chunki u yerda assortiment, ya'ni tanlov ko'p, savdolashsa bo'ladi va dillerlardan ancha arzonroqqa mashina xarid qilsa bo'ladi. Lekin aynan mana shu joyda bitta savol o'rtaga chiqadi. Nega arzon? Agar siz bu savolga javob topa olmayotgan bo'lsangiz, arzonga olaman degan mashinangiz keyinchalik sizga ancha qimmatga tushishi mumkin. Chunki mashinaning narxini pasaytiradigan omillar har doim ham yaxshi bo'lavermaydi. Ba'zan mashinani egasiga pul juda ham zarur bo'lganligi uchun mashina arzonga sotiladi va bu juda ham zo'r. Lekin ba'zi holatlarda mashinaning narxini pasaytirgan omillar siz uchun keyinchalik katta muammolarga aylanishi mumkin. Va yana bitta eng qiziq tarafi, siz har doim ham mashinani o'z egasidan xarid qilavermaysiz. Bozorda oluvchi va sotuvchi o'rtasida turadigan yana bitta odam bor. Biz ularni o'rtakashlar deb ataymiz va xalq orasida ularning yana bitta nomi bor. Ya'ni saygaklar. Men 5 yildan beri mashina bozorida mashina ko'rish bo'lib ishlayman. To'g'ri, o'zimni sotadigan mashinam yo'q, birovning mashinasini olib, o'shani boshqa klientlarga o'tkazishga harakat qilaman. Endi bir xilla buni dallol deydi, o'rtakash deydi, saygak deydi. Endi bilmasak, endi biz ham borib pul ishlash uchun boramiz, to'g'risi. Endi har xil saygaklar bor. Misol uchun mashiniklari bor. Dumalab ketgan mashina bo'lsa ham, u motori buzilib qolgan mashina bo'lsa ham, yengimi, eskimi farqi yo'q, klientga maqtab sotib yuboradi. $50 ga oladimi, $100 ga sotadimi farqi yo'q. Sotsa bo'ldi. Endi biz ancha yildan beri shuning ichida yurganimiz uchun biz endi baribir halol bo'lib sotishga, to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishga o'rganganmiz endi akalar. O'sha boshida aytganimdek, saygaklarni million xili bor. Bozorga tushsangiz hozir har ikkinchi odam saygak bo'lib ketgan. To'g'risi shu muammo bilan o'zimiz ham kurashyapmiz. Da endi biz ham shuning ichidamiz-u. Lekin baribir kecha kelganlari bor. Xo'jayinchilik qilmoqchi bo'ladi, aldab shularni kasriga ham saygaklar mana pul topaman deb kelganlar yomon ko'rinib qoladi. Hammaning tushunchasida keyin bozor yomon. Endi saygak deysizlar, endi bitta mashina bozorda emas, hamma bozorda bor muammo. Endi kimga yoqmaydi birovning molini birov sotib, ustiga foiz qo'yib, pul qo'yib sotish. Hammaga yoqadi, shuning uchun ham ko'payib ketgan. Ko'rib turganingizdek, o'rtakashlarning eng katta quroli bu ularning tili. Ular insonlarning hissiyotlari bilan o'ynash orqali daromad qilishadi. Lekin bu degani ularni hamma shunaqa degani emas. Ularni yaxshi faoliyat olib boradiganlar ham talaygina. Lekin
siz qaysi biri yomon, qaysi biri yaxshi ekanligini oldindan bilolmaysiz. Shuning uchun har qanday mashina olayotgan paytingizda o'sha mashinani, sohani mutaxassisi bo'lgan odamga tekshirtirib oling. Ikkinchi bo'lim. Internetdagi tuzoq. Lekin afsuski vositachilar bozordagi yagona xavf emas. Hozirgi kunda ko'pchilik mashina qidirishni bozorga borib emas, uyda telefonni o'zidan boshlaydi. OLX, Telegram kanallari, mashina e'lonlari bir qaraganda juda ham yaxshi. Uyda o'tirgan holatda yuzlab e'lonlarni ko'rasiz, bir-biri bilan solishtirasiz. Narx to'g'ri kelgan paytida aynan o'sha e'lon egasiga telefon qilasiz va firibgarlar ham sizni telefon qilishingizni intizorlik bilan kutib o'tirishgan bo'ladi. Misol uchun, siz anchadan beri qidirib yurgan mashina e'loni oldingizdan chiqib qoldi va bozorda 20 ming turadigan Malibu e'londa 15 ming turibdi. Rasmlarni ko'rdingiz, holatlarni ko'rdingiz, izohlarni o'qidingiz. Hech qanday muammo yo'q. Hammasi ideal darajada zo'r turibdi. Nima qilasiz? Telefon qilasiz. E'lon egasi nima deydi? Aka, mashinaga qiziqayotgan odamlar juda ham ko'p. Sizdan oldin ham 3-4 ta odam bilan gaplashdim. Agar niyatingiz jiddiy bo'ladigan bo'lsa, $100 zalog tashlang. Agar kelganingizdan keyin mashina yoqmaydigan bo'lsa, muammo yo'q, pulingizni qaytarib beraman. Telegramingiz bo'lsa, menga yozib yuboring. Sizga lokatsiya tashab beraman deydi. Va shu yo'l bilan bir necha 10 kishidan pul olishadi. Agar siz shu zahoti pul tashab bersangiz nima bo'ladi bilasizmi? Sizga berilgan hamma ma'lumotlar soxta bo'lib chiqadi yoki izlar shunaqangi chalkashtirilgan bo'ladiki, ularni deyarli topib bo'lmaydi. Va siz ko'rgan e'lon shunchaki sotildi belgisi bilan o'zgartirib qo'yadi yoki umuman e'lon taxtasidan olib tashlanadi. Rasmiy dillerdachi? Rasmiy dillerda shartnoma har doim ofisda mashinani ko'rib, shartlar bilan tanishib chiqqaningizdan keyingina qilinadi. Siz hech qachon ko'rmagan, bilmagan odamingizga onlayn pul o'tkazib berishga majbur bo'lmaysiz. Shunday ekan, mashinani ko'rmasdan, egasini tanimasdan turib hech kimga 1 so'm pul ham o'tkazib bermang. Uchinchi bo'lim. Yangi har doim ham yangi emas. Ko'pchilik yangi mashina degan so'zni eshitishi bilan unda hech qanday muammo yo'q deb o'ylaydi. Lekin bu har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Bozorda shunaqangi yangi mashinalar borki, ular faqatgina ko'rinishidan yangi. Ularni probegi o'zgartirilgan yoki avariyadan keyingi holatda ustalik bilan ta'mirlangan bo'lishi mumkin. Buni esa oddiy odam deyarli ajrata olmaydi. Ko'pchilik rulga, pedalga, o'rindiq izlariga qarab probegni taxmin qilishi mumkin. Lekin bu har doim to'g'ri chiqavermaydi. Chunki rulni almashtirish, pedal rezinasini almashtirish hozirgi kunda juda ham oddiy bo'lib qolgan. Siz aldanib qolishingiz tabiiy holat. Yana bitta muhim eslatma. Agar mashina chet eldan olib kelingan bo'lsa, albatta VIN raqamini tekshiring. VIN raqami bu har bir avtomobilning o'ziga xos 17 xonali identifikatsiya raqami bo'lib, odatda old oynaning pastki qismida yoki kuzov ramkasida joylashgan bo'ladi. Shu raqam orqali maxsus onlayn xizmatlarda mashinaning avariya tarixini, haqiqiy probegini va boshqa muhim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Va yana bitta tavsiya. Mashina sizga qanchalik yoqib qolmasin, uni albatta mutaxassisga tekshirtiring. Chunki mutaxassisga beradigan kichkinagina pulingiz keyinchalik mashinaning ta'mirlanishiga ketadigan katta pulni oldida juda ham arzimas bo'lib qoladi. Ana endi dilerlarga keladigan bo'lsak, dilerlardagi yangi mashina, uni tekshirtirishga hojat yo'q deyapsizmi? Mana shu joyda siz adashasiz. Nimaga deyotgan bo'lsangiz, hozir hammasini tushuntirib beraman. Zavoddan chiqqan mashina sizni qo'lingizga yetib kelguncha bir necha etaplarni bosib o'tadi. Misol uchun transport, ombor, dilerlarning o'zining rasmiy maydoni va yana shunga o'xshash narsalar va bu jarayonda mashinani kuzoviga qanaqadir shikast yetishi yoki kraskasi qirilishi mumkin. Agar siz bularni tekshirib olmaydigan bo'lsangiz, keyinchalik uni isbotlab berishingiz deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Hamma ayb sizni o'zingizda, mashina sizga yetib kelgandan keyin qilingan degan da'volarni oldingizga olib chiqib qo'yishadi. Shuning uchun rasmiy dilerga borsangiz ham mashinani hamma joyini maxsus mutaxassislarga tekshirtirib, keyingina o'zingizga qabul qilib oling. Bo'lmasa, rasmiy dilerda ham yuqoridagi xatolarga, muammolarga duch kelishingiz mumkin. Lekin mashinaning texnik holatini tekshirish ham yetarli bo'lmaydi. Ba'zida muammo mashinaning o'zida emas, uning hujjatlarida bo'ladi. Juda ham ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi, lekin eng qimmatga tushadigan joyi ham aynan mana shu hujjatlarda bo'ladi. Keyingi bo'limda bo'lsa, aynan shu haqida gaplashamiz. 4-bo'lim. Ishonchnoma ortidagi xavf. Yana bitta holat bor va u bozorda eng ko'p uchraydiganlardan bittasi. Ya'ni mashinani ishonchnoma orqali
sotish. Ya'ni bizning tilimiz bilan aytganda dovernost. Ya'ni mashina sizga notarial ishonchnoma orqali sotiladi. Bu juda ham ko'pchilik uchun eng oson va eng arzon usul. Va aynan mana shu yerda xavf boshlanadi. Chunki mashina hali ham sizning nomingizda emas. O'zini oldingi egasining nomida turibdi. Agar mashinaning asl egasi qarzga botgan, mashinani qayergadir garovga qo'ygan yoki sud bilan bog'liq bo'lgan ishlari hali ham davom etayotgan bo'lsa, bu sizga ham xavf bor degani. Chunki mashinaning asl egasi mulkdor hali ham uni asl egasi, oldingi egasi bo'lib turibdi. Ko'pchilik generalniy dovernost bo'lsa bo'ldi, muammo yo'q deb o'ylaydi. Lekin bu ham to'g'ri emas, chunki qonunchilikda ba'zi bir holatlarda sizni umumiy dovernostingiz bo'lsa ham ishlamaydi. Misol uchun, mashinani asl egasi vafot etganda. Eng muhimi esa ishonchnoma sizga mashinani haydash va uni sotish huquqini berishi mumkin, lekin baribir mulk sizniki bo'lmaydi. Ya'ni mashinani sotmoqchi bo'lgan paytingizda uni asl egasi kelib sizga rozilik bersagina sota olasiz. Shunday ekan, mashina oldi sottisida uni nomingizga o'tkazib olib, keyingina xarid qiling. Bo'ldimi? Shularni bilsam endi aldanib qolmaymanmi deyapsizmi? Yo'q. Yana bitta tomoni bor. Endi sotuvchilar sizga umuman yo'q narsani va'da qilishlari ham mumkin. Misol uchun, sizga rasmiy kafolatga mashinani qo'yib beramiz deyshadi. Keyingi qismda bo'lsa aynan shu haqida gaplashamiz. 5-bo'lim. Kafolat yoki aldov. Bozorda yana bitta gapga duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Aka, agar qo'shimcha pulni beradigan bo'lsangiz, sizga rasmiy kafolat qilib beramiz. Agar bu gapni eshitayotgan bo'lsangiz, juda ham ehtiyot bo'ling, chunki buni iloji yo'q. Qachon sizga rasmiy kafolat beriladi? Qachonki siz o'sha avtomobilni rasmiy dilerdan sotib olsangizgina sizga rasmiy kafolat beradi. Boshqa joyda buni umuman iloji yo'q. Agar bozorda sizga shu va'dani berishyaptimi? Demak, ular sizdan shunchaki pul ishlashmoqchi. Rasmiy dilerda qanaqa bo'ladi? Buni ham hozir tushuntirib beraman. Rasmiy dilerlarda kafolat shunchaki og'izda berilmaydi. Bu ularning majburiyati hisoblanadi. Ba'zi modellarga 3 yilgacha, ba'zi modellarga bo'lsa 8 yilgacha kafolat beriladi va aynan mana shu kafolat berilgan vaqt davomida mashinaning dvigateliga yoki boshqa bir qismlariga qandaydir bir zarar yetadigan bo'lsa, shartnoma shartlariga qarab, ba'zi holatlarda bepul ta'mirlab berilsa, ba'zi holatlarda mashina to'lig'icha almashtirib beriladi va buning ham o'ziga yarasha shartlari bor. Agar texnik ko'riklarni rasmiy servislarda emas, boshqa joyda o'tkazadigan bo'lsangiz yokida mashinaga o'zingiz original bo'lmagan ehtiyot qismlarni qo'yadigan bo'lsangiz yokida mashinaga o'zgartirishlar, ya'ni tuning qiladigan bo'lsangiz, shartnoma bekor bo'lishi mumkin. Agar shartnomangiz bekor bo'lishini xohlamasangiz, texnik ko'rikni faqatgina rasmiy servislarda amalga oshiring. Lekin rasmiy kafolat bo'lmasligi bu eng katta xavf emas. Chunki shunaqangi mashinalar borki, ularning narxlari juda ham jozibali ko'rinadi va ular bank garovida turgan bo'lishi ham mumkin. Va hozir siz bilan aynan shu haqida gaplashamiz. 6-bo'lim. Kreditdagi mashina. Yana bitta holat borki, u ham oxirgi yillarda bozorda juda ham tez-tez uchrab turadi. Ya'ni yangi Cobalt yoki umuman boshqa turdagi bitta mashina va u e'lonlarga bozordagi narxidan ancha past holatda qo'yiladi. Bir qarashda juda ham jozibali va bu avtokreditga olingan mashina bo'ladi. Va siz bu mashinani xarid qilmoqchi bo'lgan paytingizda bitta savolni berishingiz kerak bo'ladi. Mashina sizning nomingizga o'tkazib beriladimi yoki yo'q? Agar egasi sizga, "Aka, mashinani ovuring, meni nomimdan kreditni to'lab yuraverasiz" deydigan bo'lsa, bu sizga qanaqadir qulay tuyulishi mumkin, to'g'rimi? Lekin bitta no tomoni bor. Bu yerda siz oldingizda 2 xil yo'l turadi. Birinchisi, bankni rozi qilib, kreditni o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib olish. Bu yerda kredit ham, mashina ham sizning nomingizga rasmiylashtiriladi. Ya'ni u yerda sizga mashinani sotgan odam batamom o'yindan chiqib ketadi. Ikkinchi yo'l bo'ladigan bo'lsa, kredit ham, mashina ham uning nomida qoladi. Siz faqatgina unga pul to'lab yurasiz. Bu yerda na kredit sizning nomingizda, na mashina sizning nomingizda. Va eng katta xavf aynan mana shu yerdan boshlanadi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, siz mashinani haydab yursangiz ham, mashinaga pul to'lab yursangiz ham, siz uni egasi emassiz. Xohlagan paytda agar kreditni to'lamay qolsa, sizga mashina sotgan odam penya yig'iladi, narx oshib ketadi va qachondir bank mashinani sizdan olib qo'yishi mumkin. Natijada siz vaqtingizga ham, naqdingizga ham, to'lagan pulingizga ham kuyib qolasiz va katta ehtimol bilan pullaringizni qaytarib ololmasligingiz mumkin. Shuning uchun sizga beradigan eng to'g'ri maslahatimiz,
kreditga olingan mashinadan uzoqroq yuring va bu eng to'g'ri qilgan qaroringiz bo'ladi. 7-bo'lim to'g'ri tanlov. Biz video davomida bozorda uchrashi mumkin bo'lgan asosiy xavflar haqida sizga gapirib berdik. Lekin bu degani bozordan yaxshi mashina topib bo'lmaydi degani emas. Va yana bitta muhim jihati, siz har doim ham rasmiy dilerlardan mashina xarid qilishingiz bu eng to'g'ri qaror degani ham emas. Va biz sizga shuni eslatib o'tamizki, agar qo'lingizda mashinaga yetadigan naqd pul bo'lsa, har doim naqdga sotib oling. Chunki ortiqcha ustamaga yoki boshqa xarajatlarga pul to'lamaysiz. Naqdga olasiz, muammodan qutulasiz. Lekin bugungi kunda hammani ham birdaniga sotib olishga puli yetavermaydi. Xo'sh, bunday holatlarda nima qilish kerak? Aynan mana shu holatlarda sizga B-Group yordam beradi. B-Group orqali siz O'zbekistondagi xohlagan rasmiy dileringizdan o'zingizga yoqqan modelni nasiya savdoga xarid qilishingiz mumkin. Bitta model yoki bitta brend bilan cheklanib qolmaysiz. O'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Boshlang'ich to'lov 20% dan boshlanadi. Qolganini bo'lsa 60 oygacha bo'lib to'laverasiz va yillik ustama 17% dan boshlanadi. Va eng zo'r tarafi, agar to'lov kechikadigan bo'lsa, hech qanday shtraf va penyalar qo'llanilmaydi. Biz uchun xaridor mashinani qulay, qonuniy va shaffof tarzda xarid qilishi juda ham muhim. Shuning uchun biz shunchaki mashina sotmaymiz. Biz xaridorga muhim bo'lgan barcha qulayliklarni yaratib berishga xizmat qilamiz. Xo'sh, keling endi birgalikda xulosa qilamiz. Hozir men ikkala tarafni yaxshilash ham, yomonlash ham niyatida emasman. Faqat oldimizga bitta savol qo'yamiz. Xo'sh, aytingchi, qaysi biridan xarid qilganimiz eng to'g'ri yo'l bo'ladi? Bu yerda mana bundan xarid qil, aynan mana shu to'g'ri degan javob yo'q. Qaysidir holatda siz bozordan xarid qilsangiz eng to'g'ri qarorni qilgan bo'lasiz. Qaysidir holatlarda dilerlardan xarid qilsangiz siz eng to'g'ri qarorni qilgan bo'lasiz. Qaysidir holatlarda bu ikkala qaroringiz ham umuman noto'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Va sabablarini biz yuqorida keltirib o'tdik. Qaror qabul qilish esa o'zingizga havola. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, unga bitta like bosib qo'yishni unutmang. Agar videoni manfaatli deb bilsangiz, izohda o'z fikringizni yozib keting va uni do'stlaringizga ham ulashishni va bizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni bundanda foydali videolar kutib turibdi. Bu grupda ko'rishguncha omon bo'ling.